Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan nafaqat O'zbekistonning barcha fuqarolari, balki ayniqsa otin yosh va undan katta yoshdagi nafaqaxo'rlarimiz uchun g'oyat muhim bo'lgan bir mavzuni muhokama qilish uchun yig'ildik. Kelgusi 4 kun ichida mamlakatimizda ko'plab insonlarning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan katta o'zgarish yuz beradi. Bu shunchaki yangilik emas. Bu imkoniyatlar eshigining ochilishi va ba'zi holatlarda siz bilishingiz shart bo'lgan majburiy qadam. Shu sababli iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki bugungi ma'lumot har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video qancha ko'p odamga yetsa, shuncha ko'p nafaqaxo'rlarimiz bu muhim ma'lumotdan xabardor bo'lishadi va keraksiz muammolardan qochishadi. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tamiz. Avvallari davlat xizmatlaridan foydalanish jarayoni ko'pchilik uchun murakkab va vaqt talab qiladigan jarayon edi. Tasavvur qiling, siz nafaqaga chiqqansiz, yoshingiz bir joyga yetgan. Ammo ba'zi bir ma'lumotni olish, ariza topshirish yoki shunchaki bir savolga javob topish uchun qanchalik qiyinchiliklarga duch kelardingiz. Bir hujjatni rasmiylashtirish yoki ma'lumotnoma olish uchun siz shaxsan davlat tashkilotlariga borishingizga to'g'ri kelardi. Bu esa ba'zan kunning yarmidan ko'pini yo'qotish, uzun navbatlarda turish, transportda yurish, ba'zan esa bir idoradan boshqasiga qatnashgan edi. Masalan, ko'pchilik bobo va buvilarimiz har oyda pensiya to'lovlari haqida ma'lumot olish uchun Xalq bankining shahar yoki tuman filiallariga borishga majbur bo'lishardi. Yoki pensiyani hisoblashda qandaydir o'zgarishlar yuz berganini bilish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga borib murojaat qilishlari kerak edi. Bu jarayonlar ayniqsa salomatligi yaxshi bo'lmagan, uzoq yo'l bosishi qiyin bo'lgan yoki shunchaki uydan chiqishi noqulay bo'lgan insonlar uchun juda og'ir bo'lardi. Hujjatlarning qog'oz shaklida saqlanishi, ularni yo'qotib qo'yish xavfi, turli blankalarni to'ldirishdagi xatolar va buning natijasida paydo bo'ladigan byurokratik to'siqlar ham ko'pchilik uchun jiddiy bosh og'rig'i edi. Bunday vaziyatlarda hatto oddiygina savolga javob olish uchun ham bir necha marta borishga to'g'ri kelgan holatlar bo'lgan. Bu nafaqat vaqt va asabni, balki ba'zan ortiqcha xarajatlarni ham keltirib chiqarardi. Ammo hozirgi kunda vaziyat tubdan o'zgarmoqda. O'zbekiston hukumatı raqamli texnologiyalarni joriy etishga katta e'tibor qaratmoqda va bu jarayon nafaqaxo'rlarimizga ham bevosita ta'sir qiladi. Yaqin 4 kun ichida ishga tushiriladigan yangi davlat ilovasi yoki platformasi ana shu o'zgarishlarning yorqin namunasidir. Bu yangilik nafaqaxo'rlarimizning davlat xizmatlaridan foydalanish usullarini keskin soddalashtirishga, ularga qulaylik yaratishga va har bir fuqaroni byurokratik to'siqlarsiz davlat bilan bevosita bog'lashga qaratilgan. Bu shunchaki bir dastur emas, balki bu har bir nafaqaxo'rning davlat bilan muloqotini yangi, shaffof va tezkor darajaga olib chiqadigan yagona raqamli ekotizimning bir qismidir. Endi siz ko'pgina masalalarni uyingizdan turib bir necha daqiqada hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Asosiy qism bu nima ekanligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu yangi davlat ilovasi bu. Hurmatli nafaqaxo'rlar, sizning smartfoningiz yoki kompyuteringiz orqali davlat xizmatlariga kirish imkoniyatini beruvchi rasmiy raqamli platforma. Buni shaxsiy raqamli yordamchingiz deb tasavvur qiling. Uning asosiy maqsadi nafaqa bilan bog'liq har qanday masalani, shuningdek boshqa ko'plab ijtimoiy xizmatlarni olish jarayonini yengillashtirishdir. Nima uchun aynan siz bilishingiz kerak? Bu ilova birinchi navbatda oltin yosh va undan katta yoshdagi nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallanganligi sababli har bir nafaqaxo'r bu platformaning imkoniyatlari haqida xabardor bo'lishi shart. Agar siz ushbu yosh toifasiga kirsangiz, demak, bu ma'lumot bevosita sizga tegishli. Yaqin kunlarda ushbu ilovaning rasmiy ishga tushirilishi bilan ba'zi xizmatlarni olish tartibi o'zgarishi yoki yangi imkoniyatlar faqat shu platforma orqali taqdim etilishi kutilmoqda. Shuning uchun bu haqda bilish nafaqat qulaylik, balki ba'zi imtiyozlarni o'tkazib yubormaslik uchun ham zarurdir. Kimlar ayniqsa xavotirlanish kerak? Birinchi navbatda raqamli texnologiyalar bilan unchalik tanish bo'lmagan, smartfon yoki internetdan foydalanish tajribasi kam bo'lgan insonlar xavotirga tushishi mumkin. Chunki bu yangi tizimga moslashish ular uchun biroz qiyinroq kechishi mumkin. Shuningdek, nafaqa to'lovlarda doimiy ravishda aniqlikni talab qiladigan turli ma'lumotnomalar olishga ehtiyoji bo'lgan yoki yangi imtiyoz va yordam turlarini izlayotgan nafaqaxo'rlar ham
ushbu ilova imkoniyatlarini o'rganishlari lozim. Aks holda ular ba'zi muhim yangiliklardan bexabar qolib, o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmasliklari mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Agar sizning farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqin qarindoshlaringiz raqamli texnologiyalardan yaxshi foydalana olsa va sizga yordam berishga tayyor bo'lsa, u holda unchalik xavotirlanishingiz shart emas. Chunki ular sizga ilovadan foydalanishda ko'mak berishlari mumkin. Shuningdek, agar siz allaqachon smartfon va internetdan faol foydalanuvchi bo'lsangiz, bu yangilik siz uchun shunchaki yana bir qulaylik bo'ladi. Ammo shuni unutmangki, har bir nafaqaxo'r uchun bu ma'lumotdan xabardor bo'lish ortiqchalik qilmaydi. Chunki o'z huquqlarini va imkoniyatlarini bilgan kishi doimo afzallikda bo'ladi. Keling, bir nechta real hayotiy misollar bilan tushuntiray. Birinchi misol: pensiya ma'lumotlarini tekshirish va shaxsiy hisob-kitoblar. Tasavvur qiling, yetim 2 yoshli Gulnora bu har oyda pensiya miqdori va uning o'zgarishlari haqida ma'lumot olish uchun Xalq bankiga borar edi. Yo'l haqi, navbat kutish, ba'zan esa bank xodimlaridan to'liq javob ola olmaslik. Bularning hammasi uning uchun odatiy hol edi. Endi esa yangi ilova orqali Gulnora bu uydan chiqmasdan turib, smartfoni yordamida o'z pensiya hisobini bir zumda tekshira oladi. Ilovaga kirib, mening pensiyam bo'limini tanlaydi. Bu yerda oxirgi to'lov sanasi, miqdori, keyingi to'lov sanasi va hatto pensiyaning har bir komponenti, masalan, yoshi, ish staji, unga qo'shilgan imtiyozlar bo'yicha batafsil hisobotlarni ko'rishi mumkin. Masalan, dekabr oyida Gulnora buvining pensiyasiga qo'shimcha mablag' kelib tushgan. U bu pul qayerdan kelganini bilmay xavotirlanardi. Ilovadan tekshirib ko'rsa, bu prezidentimiz qarori bilan joriy etilgan navbatdagi nafaqa o'shi ekanligini yoki bayram munosabati bilan berilgan bir martalik yordam puli ekanligini darhol bilib oladi. Bu esa uning ortiqcha xavotirlanishidan, vaqtini va pulini bekorga sarflashidan saqlaydi. Ikkinchi misol: yangi imtiyozlar va yordam puliga ariza topshirish. 6-5 yoshli Akmal bobo yaqinda kambag'al oilalar yoki moddiy ahvoli og'ir nafaqaxo'rlar uchun mo'ljallangan yangi uy-joy subsidiyasi haqida eshitdi. Avvalgi tizimda Akmal bobo bunday subsidiyaga ariza topshirish uchun bir necha idoralarga, mahalliy hokimiyat, ijtimoiy himoya bo'limi va kadastr agentligiga borish kerak bo'lardi. Har biriga alohida ariza, har biridan alohida ma'lumotnoma talab qilinardi. Bu esa qancha yugur, qancha hujjatlar yig'ishlagani. Endi esa Akmal bobo uydan turib, yangi davlat ilovasi orqali bu subsidiyaga onlayn ariza topshira oladi. U ilovada kerakli bo'limni topib, shaxsiy ma'lumotlarni kiritadi. Daromadlari haqidagi ma'lumotnomani skat yoki fotosuratga olib yuklaydi. Uy-joyning kadastr hujjatini elektron shaklda ilova qiladi va arizani yuboradi. Arizaning holatini ko'rib chiqilmoqda, qo'shimcha hujjat talab etiladi yoki ma'qullandi. Real vaqt rejimida kuzatib borishi mumkin. Agar qo'shimcha hujjat talab qilinsa, bu haqda uning smartfoniga xabar keladi va u kerakli hujjatni ilova orqali yuklaydi. Bu jarayon Akmal boboga haftalab vaqt va kuch sarflashdan qutqaradi. Uchinchi misol: tibbiy xizmatlar va imtiyozli davolanish. 6-8 yoshli Sarvinoz xola yurak xastaligi bor va doimiy ravishda kardiolog ko'rigidan o'tishi kerak. Avval u poliklinikaga borib, navbatga yozilar, ba'zan bir necha kun kutishga to'g'ri kelar edi. Sanatoriy kurortga imtiyozli yo'llanma olish uchun ham bir qancha rasmiyatchiliklardan o'tardi. Yangi davlat ilovasi orqali Sarvinoz xola endi o'z tumanidagi poliklinikadan mutaxassis shifokorga onlayn tarzda navbatga yozilishi mumkin. Ilovada mavjud bo'sh vaqtlar ko'rsatiladi va u o'ziga qulay vaqtni tanlaydi. Bundan tashqari, agar mavjud bo'lsa, ilova orqali sanatoriy kurortlarga imtiyozli yo'llanmalar haqida ma'lumot olib, hatto ularga ariza topshirish ham mumkin. Masalan, u o'tgan yili davolanishga bora olmagan edi. Endi esa bu yil uchun qanday imkoniyatlar borligini ilova orqali tezda bilib oladi va unga ariza yuborishi mumkin bo'ladi. Bu uning sog'lig'i haqida qayg'urishda va vaqtini tejashda katta yordam beradi. Ikkinchi asosiy qism: istisnolar. Qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har qanday yangilik kabi bu davlat ilovasidan foydalanishda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ba'zan sezilmas bo'lib tuyuladigan muhim nozikliklar mavjud. Ularni bilish sizni keraksiz muammolardan himoya qiladi. Birinchi istisno va qaltis jihat: raqamli savodxonlikdagi tafovut. O'zbekistonda yoshi ulug' insonlarning hammasi ham smartfon yoki internetdan to'liq foydalanishni bilmaydi.
Ba'zilar hatto oddiy tugmachali telefonlardan foydalanadi. Ba'zilar esa smartfonga ega bo'lsa ham undan faqat qo'ng'iroq qilish va SMS yozish uchungina foydalanadi. Bu holatda ilova joriy etilishi bilan barcha davlat xizmatlari to'liq raqamli tizimga o'tib ketadi degan fikr xato bo'ladi. Hukumat har doim raqamli bo'shliqni hisobga oladi. Qaltis jihat: agar siz faqat ilovaga tayanib qolsangiz, texnologik jihatdan yetarlicha tayyor bo'lmagan nafaqaxo'rlar ayrim muhim ma'lumotlardan yoki xizmatlardan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Chunki ular ilovadan foydalana olmasligi sababli uning ichidagi yangiliklardan bexabar qolishadi. Noziklik davlat xizmatlari markazlari, DXM va mahallalardagi mutaxassislar bu toifadagi nafaqaxo'rlarga yordam berish uchun faoliyat ko'rsatishda davom etadi. Ular ilovadan foydalanishni o'rgatishlari, kerakli arizalarni to'ldirishda ko'maklashishlari yoki hatto ilova orqali sizning nomingizdan harakat qilishlari mumkin. Shuning uchun raqamli savodxonligingiz yetarli bo'lmasa ham xavotirlanmang. Alohida qo'llab-quvvatlash tizimi mavjud bo'ladi. Ammo shuni bilish muhimki, ilovadan foydalanish imkoniyatini o'rganish kelajakda siz uchun juda katta qulaylik yaratadi. Ikkinchi istisno va qaltis jihat: texnik talablar va internetga ulanish. Davlat ilovasidan to'liq foydalanish uchun sizga zamonaviyroq smartfon va barqaror internet aloqasi kerak bo'ladi. Qaltis jihat: eski model smartfonlar internet qamrovi zaif joylarda yashovchi nafaqaxo'rlar yoki internetga ulanish imkoniyati yo'q insonlar uchun ilovadan foydalanish qiyin bo'ladi. Masalan, qishloq joylarda internet tezligi past bo'lishi yoki umuman mavjud bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, ma'lumotlar to'plami, mobil internet narxi ham ba'zi nafaqaxo'rlar uchun qimmatlik qilishi mumkin. Noziklik: ilovaning ishlab chiquvchilari uni imkon qadar optimallashtirishga harakat qiladi. Ya'ni u kam internet sarflaydi va hatto biroz eskiroq qurilmalarda ham ishlashi mumkin. Shuningdek, ko'pgina aholi punktlarda, ayniqsa jamoat joylarida bepul Wi-Fi zonalari tashkil etilmoqda. Farzandlaringiz, nabiralaringiz yordamida internetga ulanish va ilovadan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqing. Lekin shuni bilingki, agar sizning uy sharoitingizda doimiy internet va zamonaviy smartfon bo'lmasa, bu ilova siz uchun har doim ham qulay yechim bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda yuqorida aytilganidek, DXM yoki mahallalardagi mutaxassislar yordamiga tayanishingiz mumkin. Uchinchi istisno va qaltis jihat: xavfsizlik masalalari va firibgarlik xavfi. Raqamli platformalardan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va firibgarlikdan himoyalanish eng muhim masalalardan biridir. Qaltis jihat: kompyuter savodxonligi past bo'lgan nafaqaxo'rlar firibgarlarning nishoniga aylanishi mumkin. Ular o'zlarini davlat xizmati xodimi qilib ko'rsatib, ilovani o'rnatishga yordam berish bahonasida shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi, PIN-FL, bank kartasi raqami, SMS kodlar so'rashlari mumkin. Bu esa pulingizni yo'qotish yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni o'g'irlatishga olib keladi. Noziklik: har doim yodda tuting, rasmiy davlat tashkilotlari hech qachon sizdan telefon orqali bank kartangizning PIN kodi, to'liq raqami yoki kartaning orqa tomonidagi 3 xonali CVV kodni so'ramaydi. Siz ilovani faqatgina rasmiy manbalardan, ya'ni Google Play Store Android uchun yoki Apple App Store OS uchun do'konlardan yuklab olishingiz kerak. Rasmiy ilovaning nomi aniq ko'rsatiladi va u hukumat, davlat xizmatlari yoki shunga o'xshash rasmiy nomlar bilan belgilangan bo'ladi. Boshqa shubhali havolar orqali o'rnatilgan ilovalardan ehtiyot bo'ling. Shuningdek, ilovaga kirish uchun foydalaniladigan parolingizni hech kimga aytmang va uni murakkabroq qilib tanlang. O'zingizni himoya qilish uchun hushyor bo'lish juda muhimdir. 4-istisno va qaltis jihat: barcha xizmatlarning bir vaqtda to'liq integratsiyasi. Davlat ilovasi ishga tushirilishi bilan barcha davlat xizmatlari birdaniga shu platformada paydo bo'lmaydi. Bu bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon. Qaltis jihat: ba'zi nafaqaxo'rlar ilovada o'zlari kutgan barcha xizmatlarni topa olmasliklari mumkin va bu ularni tushkunlikka tushirishi yoki ilovaga ishonchsizlik bilan qarashlariga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi mahalliy darajadagi noyob xizmatlar dastlab ilovada mavjud bo'lmasligi mumkin. Noziklik: ushbu ilova doimiy ravishda takomillashtiriladi va yangi xizmatlar asta-sekin qo'shib boriladi. Dastlabki bosqichda asosan eng ommabop va dolzarb xizmatlar, masalan, pensiya haqida ma'lumot olish, ayrim turdagi ma'lumotnomalar olish, yordam puli yoki imtiyozlarga ariza topshirish kabi funksiyalar mavjud bo'ladi.
Agar sizga kerakli xizmat ilovada mavjud bo'lmasa, bu hali ham mavjud emas degani emas. Balki u keyinchalik qo'shilishi mumkin. Bunday holatlarda vaqtincha eski usullardan deksomga borish, telefon orqali murojaat qilish foydalanishingiz mumkin. Ilovaning imkoniyatlari muntazam ravishda yangilanib borishini esda tuting. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa aziz do'stlar, bu muhim o'zgarishlardan maksimal darajada foydalanish uchun sizga aniq qadam-qadam ko'rsatmalar beraman. Bu harakatlar sizning yangi tizimga tez va oson moslashishingizga yordam beradi. Birinchi qadam: tayyorgarlik. Ben, smartfon va internet aloqasini tekshiring. Agar sizda smartfon bo'lmasa yoki internetga bog'lanish imkoniyati cheklangan bo'lsa, yaqinlaringizdan, farzandlaringiz, nabiralaringiz yordam so'rang. Ular sizga arzon va qulay smartfon tanlashda, shuningdek internetga ulanish usullarini tushuntirishda yordam berishlari mumkin. Ba'zan eng arzon smartfon ham sizning asosiy ehtiyojlaringizni qondira oladi. 2. Shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshiring. Pasport ma'lumotlaringiz seriyasi, raqami, berilgan sanasi, PIN-FL, doimiy yashash manzilingiz kabi ma'lumotlar davlat xizmatlari agentligi va pensiya jamg'armasi bazalarida to'g'ri qayd etilganligiga ishonch hosil qiling. Agar pasportingiz yangilanmagan bo'lsa yoki ma'lumotlarda xatolik borligini gumon qilsangiz, vaqt yo'qotmay tegishli idoralarga, masalan, IShHB pasport stoliga yoki DXMga murojaat qiling va ularni yangilang. Chunki ilovada ro'yxatdan o'tishda va xizmatlardan foydalanishda aynan shu ma'lumotlar avtomatik tarzda tekshiriladi. O'tmil, elektron imzo, e-imzo haqida bilib oling. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari elektron imzo orqali tasdiqlanadi. Agar sizda hali elektron imzo bo'lmasa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, uni olishingizni tavsiya qilaman. Bu bir marta qilinadigan ish bo'lib, kelajakda sizga juda ko'p eshiklarni ochadi va ko'plab hujjatlarni qog'ozsiz rasmiylashtirish imkonini beradi. Uning narxi arzon bo'lib, 1 yilgacha amal qiladi. E-imzo sizning raqamli imzoingiz bo'lib, u orqali siz elektron hujjatlarga qo'l qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi qadam: ilovani yuklab olish va o'rnatish. Bir rasmiy manbani aniqlang. Ilovani faqatgina rasmiy manbalardan yuklab oling. Bu Android smartfonlar uchun Google Play Store va Apple smartfonlar iPhone uchun Apple App Store'dir. Qidiruv maydonchasiga davlat xizmatlari, pensionerlar uchun davlat ilovasi yoki aynan shu ilova e'lon qilingan rasmiy nomini bu haqda keyingi videolarda yoki rasmiy xabarlarda ma'lum qilamiz. Kiriting. Masalan, Mybatagov. Uz mobil ilovasi nafaqaxo'rlar uchun ham katta qulayliklarga ega. Ehtimol, yangi ilova aynan uning bir bo'limi yoki mustaqil shakli bo'lishi mumkin. Har qanday shubhali havolalarga kirmang. Ilovani yuklab oling va o'rnating. Ilovani topgach, yuklab olish, download yoki o'rnatish, install tugmasini bosing va smartfoningiz ekranidagi ko'rsatmalarga amal qiling. O'rnatish jarayoni bir necha daqiqa vaqt oladi. 3-qadam: ro'yxatdan o'tish va avtorizatsiya. 1. Telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tish. Ilovani birinchi marta ochganingizda sizdan telefon raqamingizni kiritish so'raladi. Shaxsiy faol foydalanadigan telefon raqamingizni kiriting, chunki unga tasdiqlash kodlari keladi. 2. Shaxsiy ma'lumotlarni kiritish. Keyingi bosqichda sizdan pasport ma'lumotlari, seriya va raqami, shaxsiy identifikatsiya raqami kabi ma'lumotlarni kiritish so'raladi. Ushbu ma'lumotlarni diqqat bilan va to'g'ri kiriting. 31 martalik SMS kodlar. Har bir muhim harakatni tasdiqlash uchun telefon raqamingizga bir martalik SMS kod keladi. Bu kodni kiritishingiz shaxsiy xavfsizligingizni ta'minlaydi. Kodni hech kimga aytmang. 4 parol yaratish o'zingizga qulay. Ammo boshqalar taxmin qila olmaydigan kuchli parol yarating. Parolni eslab qoling yoki uni ishonchli joyda yozib qo'ying. Ba'zi ilovalar barmoq izi yoki yuzni aniqlash orqali kirish imkoniyatini ham taklif qilishi mumkin. Bu ham juda qulay. 4-qadam. Ilovadan foydalanish va xizmatlarni o'rganish. Bir asosiy bo'limlarni o'rganing. Ilovaga kirganingizdan so'ng uning asosiy bo'limlarini, masalan, mening pensiyam, ariza topshirish, ma'lumotnomalar olish, e'lonlar kabi joylarni ko'rib chiqing. Har bir bo'limning imkoniyatlari bilan tanishing. 2. Pensiya ma'lumotlarini tekshirish. Darhol o'zingizning pensiya holatingiz, to'lov sanalari va miqdorlari haqidagi ma'lumotlarni tekshiring. Bu sizning eng asosiy ehtiyojingiz bo'lishi kerak. Mavjud xizmatlardan foydalaning. Agar sizga biror ma'lumotnoma kerak bo'lsa, masalan, ish staji yoki daromadlar haqida, uni ilova orqali buyurtma qilib ko'ring. Agar biror imtiyozga ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, shu bo'limni topib,
yo'riqnomalarga amal qiling. 4. Bildirishnomalarni sozlash. Ilova muhim yangiliklar. Pensiya to'lovlari yoki arizangizning holati haqida sizga bildirishnomalar yuborishi mumkin. Bu bildirishnomalarni yo'qib qo'yishni unutmang. Shunda siz hech qanday muhim ma'lumotni o'tkazib yubormaysiz. 5-qadam. Yordam so'rashdan tortinmang. Agar siz ilovadan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz xavotirlanmang. Bir yaqinlaringizdan yordam so'rang. Farzandlaringiz yoki nabiralaringiz ko'pincha eng tez va qulay yordamchi bo'lishi mumkin. Ular sizga ilovadan foydalanishni o'rgatib, birinchi qadamlarni tashlashda yordam berishadi. IKO davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Har bir tuman va shaharda davlat xizmatlari markazlari mavjud. Ularning malakali mutaxassislari sizga ilovani o'rnatishda, ro'yxatdan o'tishda va undan foydalanishda bepul yordam berishga tayyor. Ular sizga har bosqichni tushuntirib berishadi. Aloqa markazlariga qo'ng'iroq qiling. Davlat xizmatlari agentligining yagona aloqa markazi yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari mavjud. Ularga qo'ng'iroq qilib savollaringizga javob olishingiz mumkin. Operatorlar sizga masofadan turib maslahat berishadi. Xulosa va yakuniy chorlov. Xulosa qilib aytganda, aziz tomoshabinlar, yaqin 4 kun ichida ishga tushiriladigan ushbu yangi davlat ilovasi 6 yosh va undan katta yoshdagi nafaqaxo'rlarimizning davlat xizmatlaridan foydalanishda katta qulayliklar yaratishga qaratilgan. Bu raqamli texnologiyalar asrining sizga taqdim etayotgan muhim bir imkoniyatidir. U sizning vaqtingizni tejashga, keraksiz yugur-yugurlardan qutqarishga va davlat bilan muloqotni ancha shaffof va oson qilishga xizmat qiladi. Raqamli kelajakka qo'shilishdan qo'rqmang. Bu sizning hayotingizni yanada qulay va mazmunli qilishga yordam beradi. Shu bilan birga yuqorida aytib o'tilgan xavfsizlik qoidalariga rioya etishni, faqat rasmiy manbalardan foydalanishni va har qanday shubhali takliflardan ehtiyot bo'lishni unutmang. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu haqda nima deb o'ylaysiz? Yangi davlat ilovasi haqidagi fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni sizga yetkazib bera olamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha